Bundan 5 yil yoki 10 yil oldin texnika olganmiz, ya'ni televizor olganmiz, lekin u paytda internet bu darajada rivojlanmagan edi. Lekin hozirga kelib texnikani o'zi sifatli bo'lgani bilan texnologiyasi eskiradi. Bunaqa paytda original sizlarga internetga ulasa bo'ladigan apparatlarni ko'rsataman. Mana Xiaomi brendini mana shu 3-pokoleniyasi bo'ladi. 4K formatda mana 3-pokoleniyasi yoki arzonroq olganlar uchun mana stick varianti ham bor. Bu televizorni o'ziga orqasiga primoy tiqiladi, yon tarafiga. Bunda bo'lsa bunaqa bloki bo'ladi. Bu blok orqali ulanadi. Xo'p, nima farqi bor desanglar, bu Android TV ishlaydi, bu bo'lsa Google TV. Bu 4K formatini ko'taradi, bu bo'lsa Full HD formatida. Narxini ham birdaniga aytib o'taman. Bu apparatimiz $36 turadi, bunisi bo'lsa $59 turadi. Android TV bilan Google TV ning nima farqi bor desanglar, Android versiyalari nisbatan eskiroq operativ sistema. Shu operativ sistemaning yangilangan varianti Google TV bo'ladi. Bu ishlash tezligi ham, imkoniyatlari ham kengroq.